Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mana Xudo xohlasa Oldijon aka avtobusi 7-iyun kuni Kazan shahridan Toshkent shahriga yo'lga chiqib ketyapti. Biz yana qaytib adresimizni aytamiz. Ametovskiy magistral 9 Uzdevo avtoservisini oldidan haftaning seshanba, juma, yakshanba kunlari отправление bo'ladi. Hozir passajirlarni olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yana bir bor. Bugun mana Xudo xohlasa safarga chiqib ketyapsizlar. Safarlar bexatar bo'lsin. Ona vatanga, bola chaqalarni oldiga sog' salomatda kirib boringlar. Yo'ldan chiqishdan oldin bitta kattamiz duo bersa yaxshi bo'lardi. Duo beradigan. Qani qora kirib duo qilib beringiz. Duo qilib bering. Ilohim amin. Allohu akbar. Mana do'stlar, bugun Xudo xohlasa Oldijon aka avtobusi 7-iyul kuni Kazan shahridan Toshkent shahriga yo'lga chiqib ketyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, haqlariga duo qilib qo'yasizlar, sog' salomat onavatanga kirib borsin. Ichki kiyimlardan oshcha pul olmadik-a? Yo'l keraklardan, bagajlardan salomat olasizlar, sog' salomat onavatanga kirib boringlar, akalar.